Ko'chatda ekkandan keyin birinchi nima beramiz? Hozirgi kunda bilasizlar, juda ham ildiz kasalliklari ko'payib ketdi. Xo'p, ko'rki-rut ayniqsa juda ham muammo bo'layotgan perinachatiya zamirog'i, fuzarioz va boshqa ildiz kasalliklar va undan tashqari listovoy tushadigan kasalliklarimizni ham hamma achagi mana shu sporalari tuproqda bo'ladi. Uni biz ko'zimiz bilan ko'rmaymiz, lekin bu yerda mikroorganizmlarni o'zini hayoti bor. Patogen mikroorganizmlar va antagonist foydali mikroorganizmlar. Argamika F albatta birinchi beramiz. Mana shu yerdagi patogen mikroorganizmlarga qarshi Argamika F Trichoderma asperellum o'zini ishini xotirjam qiladi. Undan keyin Arganit N, Arganit P bir oyda bir marta mana shu mikroorganizmlarga boyitilgan preparatlarimizni berib turamiz. Inshaalloh ildizimizda vegetatsiya paytida deyarli muammo qilmasdan olib chiqishga harakat qilamiz. Programma. Mana shu himoya programmasi asosida ishlasanglar, inshaalloh sizlarning ham ekininglarda kasallik tushish xavfi minimal darajada bo'ladi. Profilaktik obработкаlar baribir kasal tushgandan keyin bergandan ko'ra 1000 marta yaxshiroq. Uni hamma biladi. Assalomu alaykum.